Aktrisa Muqaddas Sa'dullayeva hozirgina muhim xabarni ommaga oshkor qildi. Azizlar, videorolikni oxirigacha ko'ring. Bu galgi videorolikimiz boshqalardan tubdan farq qiladi. Aktrisa Muqaddas Sa'dullayevaning san'atkor bo'lishi hech kimni ajablantirmagan, chunki u san'atkorlar oilasida tug'ilgan va bolaligi tasvirga olish maydonchalarida o'tgan. Ammo negadir ota-onasi kenja qizining aktrisa bo'lishini istamagan. Aktrisa ayni kunda jo'shqin ijod bilan emas, balki asosiy e'tiborni oilasiga bag'ishlagan. Aktrisa faoliyati davomida ko'plab filmlarda suratga tushgan, ammo odamlarga uning ijodidan ko'ra shaxsiy hayoti ko'proq qiziq. Taqdir sabab u 3 marta oila qurdi. Xayriyatki, 3-turmushi unga baxt olib keldi. Aktrisa 2014-yil 5-noyabrda aktyor Sanjar G'aniyevga turmushga chiqqandi. To'y marosimida katta shov-shuvlar bo'lib o'tgan, ammo oradan ko'p vaqt o'tmay aktrisa ota uyiga qaytib kelgan. Aktrisa 2015-yilning sentyabr oyida farzandli bo'ldi, ammo qizaloqning tug'ilishi ham oilani saqlab qola olmadi. Hatto er-xotin bir-biriga bo'lgan keskin munosabatini omma oldida ham oshkor qildi. Keyinchalik aktrisa intervyularning birida ota-onasidek baxt nasib etishini orzu qilgani, ammo u farzandini yolg'iz tarbiyalashga majbur bo'lgani haqida aytib o'tgan. Aktrisa Muqaddas Sa'dullayeva turmush o'rtog'i aktyor Yigitali Mamajonov bilan 2018-yilda tanishgan. Ularning uchrashuviga O'zimizning yigitlar nomli shou dasturi sabab bo'lgan. Aktrisa o'g'li Abubakarga homilador bo'lguniga qadar aktyor bilan oila qurganini yashirgan. Ijodkorlar oila qurganini 1 yilga yaqin ommadan yashirib yurgan, hatto bu haqda yaqin do'stlari ham bilmagan. Ijodkorlar oilasi ketma-ket o'g'il va qiz farzandli bo'lishdi. Aktrisa bir necha yildan buyon deyarli ijod qilmaydi, faqatgina turmush o'rtog'i bilan partnyor sifatida suratga tushadi, xolos. 2022-yili esa Muqaddas va Yigitalining munosabatlariga darz ketgan va ular alohida yashayotgani ma'lum bo'ldi. Aktrisa turmush o'rtog'ining xonadonidan ketgani va farzandlarini yolg'iz tarbiyalayotgani haqida bir necha videolar joyladi. Yigitali Mamajonov keyinchalik buning sabablarini va Aysinimxon Yusupova bilan munosabatlari haqida gapirib o'tdi. Har bir aktyorning o'ziga yarasha metodikasi bor. Bu o'zi uchun muayyan holatga kirish uchun yo'nalish tanlab oladi. Aysinimxon bilan kliplar, seriallar orqali tanishganmiz, lekin yaqinmasmiz. U qiz bilan sevishib, muhabbatni boshdan kechirmadik. Mening filmdagi obrazim Rustam Aysinimxonning obrazini sevadi. Men filmda Rustamga aylandim. Syomka tugaganidan keyin holatdan chiqdim. Har bir erkakning o'z dididagi ayoli bo'ladi. Aysinimxon mening didimdagi qiz emas. Ayolim juda qattiq rashk qiladi. To'g'ri, sevgani uchun rashk qiladi, lekin bu mening ishim. Erkak kishimiz biz. Tirikchilik sabab kino ishimizni yaxshi ko'ramiz. Shuning uchun ayollardan iltimos, erkak kishining shaxsiy hududini buzmang. Oilamiz kuchli rashk sabab ajrim yoqasiga keldi. Telbalarcha bir insonni sevish psixologik yaxshi narsa emas. Buning oqibatida fojialar yuz berishi mumkin. Eng yengili oila buzilishiga, keyinroq esa o'limgacha olib keladi. Ayol kishi o'zi bilib bilmay ko'nglingizni og'ritadi, nafsoniyatingizga tegadigan narsalar gapirib qo'yadiki, shunaqa paytda shuncha umrimni, vaqtimni, energiyamni shu ayolga sarflab kelayotganim qanchalik to'g'ri ekan? Bundan keyin hayotimni baxshida qilib bu inson bilan yashash to'g'rimikan? Arziydimikan bu inson deb o'ylab qolasiz. Bu fikr sekin-asta kuchayaveradi. Kuchaygandan keyin yana gapirib qo'yadi. Aynan mana shunday vaziyat 7 oy avval bizning oilamizda ham bo'lgan. Rashk, qattiq yaxshi ko'rish shaxsan menga kerak emas. Jinnilarcha yaxshi ko'radigan insonlarga siz bo'yin egib yashashingiz kerak. Men bunday sevgiga tayyor emasman. Bu narsa meni bezillatadi. Bu dunyoda hech bir jonzot haqiqiy, tubsiz, beg'araz sevgiga arzimaydi. Bunday sevgiga faqat Alloh munosib. Meni bunday sevishlari kerak emas. Ayol kishi erini hurmat qilishi kerak, deydi Yigitali Mamajonov. Muqaddas Sa'dullayevaning Instagramda juda faol. Uni ijtimoiy tarmoqlarda 3800 million kishi kuzatadi. U sahifasiga asosan oilaviy mavzudagi kontentlarni joylaydi, deyiladi xabarda. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.